Tez-tez shamollash, gerpes yoki infeksiyalar takrorlanishi ham immunitetga bog'liqmi? Immunitet bu organizmning kasalliklarga qarshi kurashuvchanlik kuchi. Shunday ekan, organizmdagi har qanday kasallanish u viruslar oqibatida, bakteriyalar yoki zamburug'lar oqibatida kelib chiqishidan qat'iy nazar organizm immuniteti bilan bog'liq. Asosan bolalarda, surunkali kasalliklari bo'lgan insonlarda va keksa yoshdagi insonlarda, o'rta yoshli, aktiv harakatda bo'ladigan insonlarga nisbatan immun sistemasi sustroq bo'ladi. Shuning uchun ularda turli xil kasalliklarni oldini olish va qayta kasallanmaslik uchun, ayniqsa bizada gripp mavsumi kuz va bahor oylarida kasallanish ko'payib ketadi. Bolalar va keksalar uchun emlashni tavsiya qilgan bo'lar edim. Gripp infeksiyasi uchun maxsus emlashlar ishlab chiqilgan va bizda O'zbekistonda barcha dorixonalarda mavjud. Bu emlashlar kasalliklarni qayta bo'lishini oldini oladi. Immuniteti past bo'lgan insonlar uchun mos keladi. Tabiiy immunitetni ko'tarish uchun sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, oqsilga, yog'larga va vitaminlarga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini, meva-sabzavotlarni, ko'katlarni ko'proq iste'mol qilish organizmda immun sistemasining yuqori bo'lishiga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari toza havo, imkon qadar sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanish immunitetning aktiv ishlashiga olib keladi.